тёлка. У меня есть знакомые. Я с ними поговорю. Я вам помогу. Но вот только со следующей поставки цены вырастут на 10%. Мы все понимаем. Насчет денег проблемы не будет. Ты, главное, нам девчонку найди. Нет проблем. Только по ТГ мне фотки скиньте. Блин. Kulağımı uçursam gözüm ağrıttı. Gözüm uçursam kulağım. Unda ikkalasini ham teng ushla. Kulurmagin. Sansam eplardim o'shalarni. Ko'rdim eplaganing chichqoq. Kesam qo'ydek o'tiruvding-ku mana bu yerda. U sani deb Kristina bilan gaplasha olmadim. Gaplash endi. Allo, Kristina, aytayam. Ha, Yodgor, sanmisan? Sanjar, telefonni egasiga ber. Kristina Murod aka bilan ovqatlanyotdi. Nima? Kristina hozir band deyman. Tushunmadim. Sani Murod akangga ham. Voy bilan. Qizlarga o'xshab yig'lavermagin. Dinna. Borib. Kristinka. Gap bu yoqda degan. Labayada barista odamlari bilan uchrashib gaplashdim. Molni tezlashtirishimiz kerak. Narxi oshganini ham aytdingmi? Конечно. Molni yetkazib tursalaring, puldan muammo bo'lmaydi deyishdi. Bo'pti. Yodgorni ko'zdan qochirma. Amakingga ham syurpriz tayyorlayapman. Shahrizoda. Menga qara. Hali ham mendan xafamsan? Bo'ldi, qo'y, arazli yurmagin. Siz bitta farrosh deb menga baqirdingiz-a? Farroshchalik hurmatim yo'qmidi? Bu mavzu yopildi. Jonim. Men seni yaxshi ko'raman. Qo'y. Maydalashurmagin. Hamma joyda? Joyda. Anaqa bilasiz. Kontraktim to'laganim yo'q hali. Shunga qiynalib yuruvdim. Pul berib turolmaysizmi? Bilasanmi? Hozir qo'limda uncha katta pulim yo'q. Hammasini bizneslarimga tikkanman. Meni ko'ribsan, oddiy mashinadaman. Agar qo'limda shuncha pulim bo'lganda, senga jonim bilan bergan bo'lardim. Sevaman deysiz, lekin pul so'rasam bermaysiz-a? Odamlarning yigitlari qizlariga iPhone 6 olib beryapti. Ammo faqat kontraktimni so'rayapman-ku sizdan. Sen nima? Meni pulim uchun yuribsanmi? Yo'q. Pulingiz uchun yurmayapman. Pulingiz bo'lib turib ziqnalik qilishingiz yoqmaydi faqat. Men keta qolay. Gaplashamiz. Alo. Ha aka, assalomu alaykum. Mashina olib boraman aka arendasini. Xudo xolasa ertadan qolmaydi aka. Xo'p. Bo'pti. Man degan yigitlar sinadi hayotda. Пожалуйста, больше не провожайте меня до дома. Я сама доеду на такси. Послушай, я не хочу, чтобы ты ехала одна. Мне кажется, мы выходим за рамки рабочих отношений. Кристина, послушай меня внимательно. У меня есть для тебя предложение. Когда я тебя увидел, я стал просто сумасшедшим. Пожалуйста, выходи за меня замуж. Если ты выйдешь за меня замуж, нас ждет грандиозный проект, и ты станешь суперзвездой.
Я еще не думала о замужестве. Вы, кажется, женаты? Я? Я не женат. Я искал ту самую, вот нашел. Поэтому, пожалуйста, не отказывай мне. От мамы опять достанется. Stop! Nimalar qilyapsiz? Siz skripkaga xuddi ayol kishiga qaragandek qarang. Mana bu kamonni shunday tortingki, shunday mayin ovoz chiqsinki. Hop. Boş. Ya to'xtang. Men bir soatdan beri aql o'rgatadilar buni. Kim bu kishi? Bu kishi meni ustozim. Siz chalgan notalarga meni aqlim yetmay qoldi. Ana, kuch birlikda. Qani birga o'rgatinglar. Ketdik. Yana. Banda. O'ydam. Shogird tanlashda yanishmadikmi? Yo'q. Pulni yarim oldingiz berib o'rgatishga majbursiz. Atak gaplaringni eshityapman. Lekin baribir o'rgatishinglar kerak. Pul olgandan keyin tezroq hal qilmaydimi ishni? Zaklatchi kesin qisibdir. Menga qara, o'z asabim joyida emas. Gaplashishga ham toqatim yo'q sen bilan. Bo'la qol, ishni bitir, telefon qil. Abu! Yana keldi. Qamchi qolib ketding? Assalomu alaykum. Syomka dedim. Yaxshimi? Ha, chotki, aka, chotki. Tinchmi o'zi? Tinch. Tezroq kelsang bo'ladi. Ikki bor. Ha, hamma klient shunaqa, aka. Bo'lding. Mazgin qoqmang, bo'ptimi? Qizimga ketishim kerak oldi. Bo'pti. Charchamayman. Xizmat bo'lsa shutami? Na. Sanjarmidi? Ishing bo'lmasin. Kristina. Понимаешь? Men senga bitta narsani aytmoqchiman. Sen menga juda ham yoqasan. Men seni yaxshi ko'rib qoldim. Har doim seni o'ylayman. Sen tushlarimga kirasan meni. Bilmayman. Onasidan ham sen qanaqa tuyg'u bu, lekin xayolimda faqat sensan. O'zim tanimayapman, bilasanmi? Ты понимаешь меня? Йодгор, я не понимаю, что ты именно сказал, но это мне очень нравится. Endi shuni ruschaga перевод qilaymi? Kerak emas. Bor. Потому что раньше никто не говорил мне таким тоном. Erib bitib qoralar, faslina bahorlar, keldi nima, kelmadi nima. Yorsiz bu bog'larida qushlar ishqdan xonish, qildi nima, qilmadi nima. Balki men shu dardda dunyodan o'tarman, chunki hamon ishqdan bir mujda kutarman. Devona bo'lmasa, afsona bo'lmasa, bir oshiq sevdi, sevmadi nima. Sevgi kimga davomish, yana kimga yaromish, kimsa darding bildi, bilmadi nima. Bo'lib ishdan faromush, qilmasang gar bir holish, bu yurak urdi, urmadi nima.
Rahmat. Rahmat. Hurmatli talabalar, sizlarga muhim bir yangiligim bor. Universitetimiz miqyosida juda katta tanlov e'lon qilindi. Bu tanlovda birinchi kurs talabalari qatnashishi mumkin. G'oliblikni qo'lga kiritgan talaba juda katta pul mukofoti bilan hamda chet el nufuzli bilimgohlarida o'qishni davom ettirish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Yana bir yangilik, Grand Prixni qo'lga kiritgan talaba Unitur kompaniyasiga ishga qabul qilinadi. Qarang, bir vaqtning o'zida ham ishlash, ham o'qish imkoniyati tug'ildi. Tanlovda sizlarga omad tilayman. Qanday qilsa endi o'radi. Hali ham katta kompaniyasi bo'lsa, sen просто diplomga olib bersang bo'ldi uydagidek. Yo'q. Tanlov mana hozirligini isbotlash uchun yaxshi imkoniyat. Yodgor o'g'lim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bola yaxshimisan? Bolajonim, seni juda ham sog'inib ketdim. Nahot siz bu yoqda? Seni ko'rgani keldim. Sengacha magazindan zo'r narsalar oldim. Sen yaxshi ko'radigan rangli kofta, futbolka, shimam oldim. Shuni kiyib ko'rgin bolam. Aha, bilasanmi? Hozirgina pastda ustozlaring bilan gaplashdim. Seni biram maqtashdiki, o'qishlaring zo'r ketayotgan ekan bolajonim. Bolam demayman deganman. Bola kerak bo'lsa, oldin tug'ib oling-da. Qolasiz keyin bolam, qolasiz toychog'im deb chaqiring, tushundingizmi? Olib keting kiyimlaringizni, umuman kerak emas menga. Yodgor, unday dema. To'g'ri, men seni tug'maganman. Lekin bilasan-ku, jonimdan ortiq seni yaxshi ko'raman. Bor mehrimni senga berganman. Sen uchun yashab kelyapman. O'chiring ovozingizni. O'zingizni bechora ko'rsatmang. Men ikki dunyoda ham sizga o'g'il bo'lmayman, tushundingizmi? Siz meni onam emassiz. Hey, bola. Onaga ham shunaqa munosabat qiladimi, ha? Bu men onam emas, ustoz. Menga qara, uzr so'ra. To'xta, uzr so'ra onangdan. So'ramayman. Uzr so'ra deyapman. So'ramayman dedim. Ahmoq bola. Bo'ldi. Feruza opa, xafa bo'lmang. Qiziqqonlik qildi-da, u hali yosh. Albatta o'ziga keladi. Boya aytganimdek, u ancha o'zgargan, yaxshi o'qiyapti. Hammasi hali yaxshi bo'ladi. Hali siz bilan gaplashganimizda sizga asosiy gapni gapirmagan edim. Yodgorim men tug'maganman. Lekin bu bolani o'z farzandimdek yaxshi ko'raman. Iltimos Feruza opa, yig'lamang. O'zingizga keling. Endi yoshlar adashsa, biz kattalar ularni yo'lga solishimiz kerak. O'zi aqlli yigit. Bilasizmi? Bu yaxshiligingizni Yodgor bilmasligi mumkin, lekin Alloh ko'rib turibdi. Hammasi hali yaxshi bo'lib ketadi. Xo'p deng. Men bu olgan kiyim-kechagingizni, narsalaringizni men o'zim Yodgorga olib borib beraman. Xo'pmi? Xafa bo'lmang. Mayli. Bo'ldi. Hozir menga payetda o'qish shart emasmi? Xohlasang gapimni qabul qil, xohlasang qilma. Qani o'tir. O'tir joyingga. Aslida sen yomon o'gay deyotgan ayol unaqa emas. Mehribon ayol. Tushunabsanmi? Sen unga begona bo'lsang ham, seni chaqaloqligingdan oq yuvib, oqtarib, o'z farzandidek katta qildi. Yo'q. Menga hech biror marta seni urib, so'kdimi? Domla, urib so'kmasdan ham yomonlik qilsa bo'ladi odam. Yo'q. U unaqa ayol emas. Men odamni-chi bir marta ko'rganda bilaman. Nima rahmingiz kelyapti odamga? Yo sizga ham bechora ayol qoldimi? U bilan dardimiz bir, tushunyapsanmi? Dardimiz bir. Men oila qurganimga 25 yildan oshdi. Lekin farzandim yo'q. Xudo farzand bermadi. U ayolda ham farzand yo'q. Shuning uchun seni yaxshi ko'rdi.
Menda hamma narsa bor. Tushunyapsanmi? Boylik, mansab, pul, ilm, bilim hamma narsa bor, lekin farzand yo'q. Xudoyim sinov berdi. Xotinimning mungli ko'zlariga qara olmayman. Yuragim eziladi. Xotinimning yuzidagi tabassumni ko'rish uchun hamma narsaga ba'zan tayyor bo'laman. Onani qalbini sindirma bola. Ikki dunyoda ham kosang oqarmaydi. Assalomu alaykum Yodgor. Yaxshimisan? Va alaykum assalom. O'zbekcha gaplashib o'rgansanmi? Nima, ustimdan qulvossanmi? Manda ham kalla bor, ukam. Йоу. Кристина, какие планы сегодня у тебя? Пока никаких. Nima so'ravotsan? Йома, Хулинко, я хотел тебя пригласить на ужин. Ладно, Тогда увидимся. увидимся. Allo. Savli, meni eshitsang? Siqilma, bratishka. Shu qiz albatta saniki bo'ladi. Qattan, men yoqtirmaydi-yu. Nimanga qara. Yoqtirmasa, sen davno cho'rnida bo'larding. Sen shoshilmagin. Qanaqadir problemasi bordir balki. Qattan shoshilmayman. Boshqa o'rib ilib ketsa nima qilaman uni? Hech kim ilib ketmaydi. U qiz sendan boshqa fokusga to'g'ri kelmaydi. Mayli. Sen uyg'ondi, sen shoshilma. Ja bo'lmasa, olib qochamiz. Hozir olib qochishda yo'q bu. Olib qochasan, sraz chiqib qo'yishadi. Ha? O'zing. Yasab ol. Qayerga ketyapsan? Senga aytuvdim-ku, sportga yutqizasan deb. Uchrashuvga ketyapman Kristina bilan. Ey jinni, sport huzuriga. Puling yo'q-ku sani? Bilamanman. Olib keldingmi? Olib keldim. Yaxshiyam uyingga olib kelib qolibsan. Sanjar tashlab ketdi. Bundan keyin qarzga bermayman deyapti. U Sanjar bilan anchadan beri ishlaysanmi? Ha, anchadan beri. Shahiy, eshitding-a? Bundan keyin to'lovni oldin olaman. Eshitdim. Yaqinda ishlarim yaxshi bo'lib ketadi. O'qishimizda bitta oligarx bolasi o'qiydi. Lekin o'zi hali ham berkitib yuribdi kimligini. Shunaqa gaplardan gapirmaysanmi, O'sar? O'sha yigitni bir amalab ikkalamiz ildirishimiz kerak. U yigitni o'zimga qo'yib ber. Yaqinda Shahrizod opang soqqani tegdi qoladi. Okaginam. Qarang, tizilib yotibdi-yu, nomlarimiz. Xo'p, siz-chi 500 ga olib qolaman. Hazillashyapsizmi aka? To'g'ri kelmaydi, umuman to'g'ri kelmaydi. Rahmat. O'ylab ko'ring. Yaxshi narx aytdim lekin. Balki menimi sotarsiz? Yo'q, aka, buni sota olmayman. Rahmat. Кристина? О, Посмотри на это. Отлично получилось, дочка. спасибо, мамочка. Скоро я буду сниматься в большом кино. Смотрите, сколько просмотров. Ого, за неделю уже 5 миллионов. А ты куда идешь? На встречу с тем режиссером? Нет, он просто знакомый с университета. Классный парень. Кристина, будь осторожна. Тебе не стоит встречаться с кем попало. Мамочка, не переживай. Юдгор хороший человек. Я опаздываю. Пока-пока.
Будь осторожна. Хорошо. Telefon Murat. Sen bilan ani kuni ko'rishmaganmidik? Do'mboq qani? Murat, yaxshimisiz? Oka, Hayrat o'zi zo'r bola. Ko'ngda kiriyor, sodda bola. Sodda bo'lmay o'lsin be. O'zi quloqiga gap kirmaydigan bola ekan-da, o'rtog'im. Nima deysiz, sevib qolganda? Yo sevmaganmiz? Qo'y, uni mavzusini qo'yib turman, telefoning haqida gaplashaylik, ukam. Ukam, bu telefoning uchun to'g'risini aytsam, $750 beraman. Uni ham bo'lsa 400 ni hozir beraman, 350 ni keyin. Nasiyam. Yo'q, qanaqa nasiya? Kastamda $400 qolibdi-da. Ishon, 350 ni tez orada qilib beraman. Mayli, xudo. Roziman. Xudo? Aziz aka, o'zingiz ehtiyot qiling. Mashq qilyapman. Bo'pti, Sabiy ketdim. Mayli, yaxshi yetib borgin. Gaplashamiz. Mana ovoz pastda. Ha, e'tibor qilma, u pastda alqash qo'shnimiz bor. Aroqtoq yerlaring! Aroqtoq yerlaring! Ablaqlar! Aroqtoq! Shohruh bolam qittasa, tezroq keling. Bola qo'ying. Voy bolam. Idishlarni sindirib to'polon qilyapti, adi. Yana qo'liga benzin olmagan, u yo'qaman deyapti, bolam. Yuraklaricha. Yoqaman unga! Yoqaman! Dada, o'zi bosin! Dada! Aka xabarni tez olib beraman. Yoqaman, o'chir! Dada! Tarqagan! Kema! Yo'qol! Yo'qol dedi! Itvachcha yo'qol! Yo'q! Ko'chada boyvachchaga o'xshab! Kerlik urish basqin! Allaqachon olib kelish kerak edi! La'nati! Dada, olib beraman, faqat o'zi bosin! Qancha aroq kerak hammasini olib kelaman. Magazinni bilan olib kelaman. Hozir olib kelasan. O'zimiz. Dada, yuring. Siz xonangizga kirib dam olib turing, men hozir borib olib kelaman. Xo'p? Hozir olib kelasan. Olib kelaman. Olib kelaman. Sen kimsan? Ha? Yo'qol bu yerda! Hozir olib kelasan. За конспектами спрятаны грезы, на перерывах признаний слезы. Ты улыбалась, и мир замирал. В тех студенческих днях я мечтал. Язык любви, глаза без слов, понятный сердцу среди умов. Без тебя все не так живо, говорит моя боль. Язык любви, ты навсегда в той весне, как кино, где счастье длилось совсем недавно. Я стал другим, но не перестал верить в ту, что меня так ждала. Язык любви, как эхо лет. Ты мой вопрос, ты мой ответ. Без тебя все не так живо, говорит моя боль. Язык любви.